Assalomu alaykum uyzon obunachilar. Bugungi manzilimizda Toshkent shahari Sergeli Xonobodda bo'lib o'tadi. Beruniy mahallada. Uyimiz 2 sotu 4 urvilli. Uyimizning video obzorini qilib beramiz. Videoning oxirida uyimizning narxini aytib o'tamiz. Kirganingizda o'ng tarafimizda darvozaxona bo'ladi. Yopiq naves, alika polli qilib, traventilli qilib juda ham chiroyli, go'zal qilib qo'yishgan xonadonimizdan. O'ng tarafimizda kiruvchilar bilan letniy kuxnya bo'ladi. Orqasida tashqi sanuzel joylashgan. Bu tarafimizda landshaftning zona. Uyimizning ichki qismiga kirib kelganda shunaqa chiroyli hol bo'ladi. Oynalar qilib qo'yib, atechentlar qilib, afterski proyekti bitirilgan. Uyimizda 100% tupli pol qilingan. Birinchi xonamiz chap tarafdagi oshxona hisoblanadi. Kafillargacha qilib qo'yib, hamma narsa qilingan uyimizda. Mebel texnikani olib kelish kerak, yashash kerak. Bu tarafimiz ikkinchi xona mehmonxona. Birinchi etajda umumiy sanuzel joylashgan bu yerda. Bu tarafimizda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ikkinchi etajga chiqqanimizda hol bo'ladi bu tarafimiz. Bu tarafimizda ikkinchi mehmonxona. Mehmonxonamizning terrasasi ham bor. Bu yerda mehmonlar sig'masa, tashqari tarafga bemalol yozgi kunlarida joy qilib olsanglar bo'ladi. Terrasamizning ko'rinishi. Bu tarafimizda spalni joylashgan. Spalning o'zining ichida sanuzeliga ega. Uyimizning orqa tarafi hovlisi ham bor. Havo aylanishi uchun, yorug'lik uchun shunaqa joy qilib ketilgan. Ikkinchi etajda umumiy sanuzel. Bu bolalarga mo'ljallangan yotoqxonamiz. 3-etajga chiqqaningizda mana shunaqa katta qilib qo'yilgan mansarda remontlar qilib, bemalol bu yerda yo sport zal yoki nimadirlar uchun foydalansanglar bo'ladi. Uyimizning pastki qismi podvolga tushganimizda gilamlar yozib, shunaqa chinam chiroyli qilib namozxona qilib qo'yishgan ekan. Mana bu tarafimizda namozxona qilib, kitoblar qo'yib qo'yib yoki divanni kreslo qo'yib, televizor ko'rib o'tirsanglar bo'ladi, kinoteatr qilib. Bu tarafimizda bolalar uchun dars qilib qo'yilgan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizning yurak qismi bo'lgan santexnika narsalari mana shu yerda joylashgan, juda ham akkuratlik chiqqan. Uyimizning podvol qismiga bu yoqdan ham tushsanglar bo'ladi, tashqi tarafdan, ichki tarafdan ham tushsanglar bo'ladi. Shunaqa zo'r uylar hammamizga nasib qilsin. Havas qilganlar bitta like bosib, yaqin do'stingizga jo'natib qo'yinglar. Shunaqa zo'r uylarni Uyzona kanalida kuzatib boringlar. Uyimizning narxi 259.900 dollar. Yana kelishadigan joylari bor. Ozgina sunnatiga o't beriladi. Uyimizning atrofida barcha qulayliklar mavjud.